Salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan dunyodagi eng qimmat soatlar turkumiga kiruvchi Rolex soatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda Paul Newmanning Rolex Daytona, narxi 17,8 million dollarga teng. Uning ortidan esa Rolex Unicorn Dayton, narxi 5,9 million dollarni tashkil etadi. Ro'yxatning 3-qatorida esa The Bao Dai Rolex 5,1 million dollarni tashkil etuvchi Rolexning yana bir ajoyib modeli. The Rolex Dayton John Player Special o'ziga xos bo'lgan narx 1,5 million dollarlik keyingi model. Ro'yxatning oxirgi o'rinda esa Master 2 Ice narxi 485 ming dollarga teng GMT Master 2 Ice modeli bilan yakunlanadi.